Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 11-iyul xudo xolasa Baloviy yo'l oldik. Nasib bo'lsa yaxshi joylarga bugun birozdan chiqdim. Sheriklar yo'q. O'tgan safar sheriklar bilan borgandik. Bitta baliq ushadi, uni videoga olmadim, mas oldimmi qo'ygan hali nima qildim. Endi bitta baliqni ham qo'ygim kelmadi. Bugun ham agar baliq chiqmasa qo'yarmayman. Agar baliq chiqsa ko'rib kuzatib baho berasizlar, xudo xolasa. Yo'l olyapman hozir. Soatimiz 9:11 bo'libdi. Issiq, bunaqa issiq juda kuchli bo'lyapti. Bunaqangi kepkalar olish kerak ekan, olinglar kerak. Arzimagan pulagani bitta boshdan issiq o'tib qolsa sataman. Mayli ko'p gapirib o'tirmayman. Biz o'zimiz o'qishni boshladik, o'zimiz bo'lsa ko'rib kuzatib baho berib like bosasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshladik. Kechara mana boshlab oldik. O jarayonni. Tabiat va boshqacha. Aqoqtaryapman. Chiqib qolsa deb kuzalam olaman. Yana tushamiz. Bizdan qochib qutulmoqchi, lekin qutula olmaydi. Aytdim, qutula olmasligini tushunadi. İlan boş köpü bile ağzı yetersepiysiz olmayapti. Ha, şöp geldim. Kichikroq. Ha. Ha, bo'ldi. Hozir tashlaymiz. Voh. Unga ham birorta baliqcha chiqib qolibdi shekilli. Yoqib ketyapti. Oh. Mana shuni olib turing siz. Ashin kattaroq ham tushib qolarmi ekan? Mana sadoyizga. Ha, sazan tushadi. Ale. Anaqa qilganmiz. Nima? Kunjara. Ha, kunjara tashlasangiz tushadimi? Sazan tushadi. Kichikroq, ha? Kichigiga siqing. 10 ilon. Ha? Mana 7 metrliga qo'yaman shekilli. Mana. 7 metrliga qo'yaman. Hozir, ash turib-turaversan olsan. Kira. Shunaqa joy. İlon boshida mensimayapti bizni. İlon bosh mensimayapti. Hali sherikga ilon boshda. Şöyle şirin yine.
Vay bilan. Kel. Hozir uni ukamlar aytib qoldi. Necha bitta yana bitta nima bo'lyapti? Biznes bo'lyapti. Nima biznesi? Xitoyliklar kelishgan. Mashinlarga baqa sotyapmiz deb beradi. Yo'q aytsam, deydi. Xitoyliklar juda oladi baqani deyapti. Suv ustida qoldi-yu. Baqa suv ustida qoldi. Ha, qarang siz shuni. Qatga o'ynayotganmi? Oy, ilinib qolamkin deyapman-da. Vay bilan. Yo'q. Uzilib ketmay, aytib o'ralashib qol. Ikkala baliq davom etyapti. Kun juda ham isib ketdi. Hozir turibmiz. Endi kattaroq sazanni qochirdim. Bunaqa bo'ylaga olgan ekan. Albatta sazan chiqmaydi deb o'yladim men. Suv ozayibdi, sazanlar yuribdi. Qalmoqqa ham qaradi. Qalmoq ham en pachag'iga chiqdi o'zi ham. Endi nima qilasam, tushib ketib qoldi. O'sha videoga ham ololmadim, telefon ham ma'no qolib ketdi. Hozir o'tiribmiz. Natija bo'lsa, sizlar bilan bo'lishamiz akalar. Ko'rib, kuzatib baho beramiz. Akalar sotyapti. Yomon tushdim ammo. Mayli. Shuncha harakatga chiqsa bo'ldi endi to'g'risi. Ona og'zini ochib solib qo'ymayapti xolos. Ishonavering, hamma taraf ko'ryapti. Qattiq tushdim. Hayronman, nima olmayapti bu? Qaytordingizmi?
Mayli, ko'rishamiz. Olib ketavering. Hop. Sizga ham rahmat. Aha. Şahı yaxshi bo'laydi. Qancha yordam berdi. Qaranglar, tortishini. Tortishini qaranglar. Kattaroq o'xshatyapti. Ko'ryapsizmi? Bismillah. Kattaroq. Ukamiz ketib qoldi, beraman uni. Mana. Xo'p. Juda katta baliqlar ishtahasi yo'q. Bola kattalar ro'za tutganmi? O'xti sazanlar yurib tashadi. Oh, topdi yaxshi. Oh. Kurchuyimiz yaxshi. Qo'yib. Ana. Mayda tortyapti faqat. Faqat mayda tortyapti. Tortenni olaylik, maza qilam. Yo. Odamni zo'rayapti. Cho'lchangni g'uchqani o'rniga tashlab qo'yaymi sazonlar. Xos. Baliq o'lib qolmadi. Akalar, Fredordi. Valla cho'milgan, kelib cho'milishga to'g'ri. To'padan qo'yishdi. Bilasizlar, to'padan baliq chiqmaydi. Shuning uchun yo boshqa joyga qarab yuraman. Yo bo'lsam shu bilan tugatamiz. Men zo'r bo'ladi deb o'yladim. O'ylaganda olmadi. Xudoda aytgani bo'ladi. Ama sazan oldi. Bunday ikkita sazan oldim. Video qilish ham hojati yo'q. Kichkinalarni video qo'yayotganim. Yana hali ko'payib qolsa edi. Yo'q, qayim bo'lmadi. Mayli, nasmaga. Hozir endi o'zimizga ham borib ko'raman, yana soyga. Soyda ham biz o'ylagan narsa bo'lsa, xudo xolasa. Soyda olaman. Manikiga bir harakat qilib ko'raman. Lekin o'rtalar ko'cha вообще issiq. Bilmadim, ilonbosh yuribdi, o'sha 2 kilo, 2,5 kilo ilonbosh yuribdi. Вообще qaramayapti.
Baqa ilon boshida oldi bemalol yuribdi. Endi kechki salqinda olib bo'lsa kerak-ku. Atak kunduzi olmasangiz kerak. Hop, bizni kuzatib like bosinglar akalar. Ancha aktivimiz tushib ketdi. Ko'tarishimiz kerak biz. Anchadan beri video qo'yolmadim.